Yevroittifoqning tashqi siyosati bo'yicha muassasaning boshlig'i BMTga yordam so'rab murojaat qildi. Unda O'rta Yer dengizida noqonuniy yo'l bilan o'tib ketayotgan muhojirlarning soni o'sib borayotganini aytib, ularga qarshi maxsus operatsiyalar tayyorlanayotganini bildirgan. Mehnat muhojirlarini noqonuniy yo'l bilan tashigan kishilarni javobgarlikka tortib, ularni to'xtatish uchun yordam berishini so'radi. Fransiyaning Bovel shahridagi hayvonot bog'larining biridan kamyob turdagi maymunlar o'g'irlandi. Bu haqda ishxona rahbari bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hayvonot bog'idan 10 kumush rangli 7 ta tamarin yo'qolgan. Shu bilan birga ular nozik va kamyob jonivorlar, ularni o'ta ehtiyotlik bilan parvarish qilish kerakligini qo'shimcha qildi. Hozirda mazkur ish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. AQShning Nyu-York shahrida o'tgan Christie's auksionida Pablo Picassoning kartinasi 179.365 million dollarga sotildi. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, Picassoning Jazoir ayollari deb nomlangan rasmi 1955-yili yaralgan edi. Kartina bungacha auksiondagi narxlarga qaraganda eng yuqori bahoda sotilib, mazkur ko'rsatkich rekord miqdoriga yetganini aytishdi.